Ishxonada oylik haqida gaplashish biroz noqulay bo'lishi mumkin, lekin to'g'ri so'zlar sizga ishonch bilan gapirishga yordam beradi. Mana oylik maosh haqida gaplashish uchun eng kerakli iboralar. Обсудить зарплату. Oylik maoshni muhokama qilish. Я бы хотел обсудить мою зарплату за прошлый месяц. Men o'tgan oy uchun oylik maoshimni muhokama qilmoqchi edim. Повысить оклад. Oylikni oshirish. Я работаю здесь уже год, можно ли мне повысить оклад? Men bu yerda bir yildan beri ishlayapman, oyligimni oshirsa bo'ladimi? Выплатить аванс. Avans berish. Мне очень нужны деньги. Могли бы вы выплатить аванс раньше? Menga pul juda zarur edi. Avansni vaqtliroq to'lay olasizmi? Начислить премию. Mukofot premiya yozish. Я выполнил план. Полагается ли мне за это премия? Men planni bajardim. Buning uchun menga premiya beriladimi? Задержать выплату. To'lovni kechiktirish. Скажите, пожалуйста, почему в этом месяце задержали зарплату? Iltimos aytingchi, nima uchun bu oyda oylik kichiladi? Расчетный лист. Hisob-kitob varaqasi. Дайте мне, пожалуйста, мой расчетный лист. Я хочу проверить начисления. Iltimos menga hisob-kitob varaqamni bering. Men hisoblangan pullarni tekshirmoqchiman.